Salom hammaga, sizlar bilan Asaka PUBG kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan PUBG Mobile'ga yangi X kostyumlar ruletkasi qo'shildi. Shu ruletkani open case qilib o'z omadimni sinab ko'raman. UC'miz ham unchalik ko'p emas, lekin omadli open case bo'ladi degan umiddaman. Qani bo'lmasam ruletkamiz bilan tanishib chiqamiz. Aniq X kostyumi lobbida qurolsiz ko'rinishi. Yumpiga ham kuchaytiriladigan skin qo'shilgan va Yumpimiz bilan X kostyumni ko'rinishi. Вообще bomba. Menga juda yoqdi. Va Faron va uning xotini X kostyumlarini ham qaytarishgan. Omadimiz kelsa Faronni ham tushiramiz. Va Faron sumkasini ham qaytarishibdi. Bu sumkani bilasizlar, xuddi Inferno kaskaga o'xshaydi. Liboy kiyim bilan tushib ketaveradi. Bilmaganlar uchun aytib o'tib ketaman. Sabityalar bo'limida yangi X kostyum kelishi sabityasi qo'shilgan. Bu yerdan siz oddiy klassik matchlar o'ynab yoki WoW o'ynab 50 UC'lik kuponlar olishingiz mumkin. Shu kuponlarni ishlatib, qani open case'imizni ham boshladik. Birinchi 10 UC'li ochishimizdan beri qani. Kraska berdi. Mayli, davom etamiz. 10 UC'li kuponlarimiz hali 7 ta. Ochib ko'ramiz, tanishib. Ikkita sariq material. Xo'p, davom etamiz. Ikkita o'zini monetasidan berdi. Tez ochib tashlaymiz. Ikkita sariq material. Oyisiga X kostyum tushib qolsa zo'r video bo'lardi shortsga. Yo'q, hech narsa bermayapti oyisiga. Давай, PUBG. Yaxshi glider berdi. Menimcha aniqroniki bo'lsa kerak. Ana omad 10 UC'ga. Shorts videoga zo'r nasib bo'ldi. 50 UC'lik kuponimiz tugabdi. 40 UC'lik kuponimizni ochib tashlaymiz tez. Пропустить bilan. Давай. Пропустить bilan ham yaxshi narsa berib qolish mumkin. Kichkina material. Давай PUBG ber. Qayishga tushdi. Farondagi bo'lsa kerak. Mifik emotsiya. Ben Farondagi. Bomba tushdi yana. Bu ruletkada 10x berish mumkin qaytadan tushgan narsa uchun. Shunisi ham bor. Bizda 40 UC'lik kupon ham tugabdi. Endi 10 talik ochishni boshlasak ham bo'laveradi. Birinchi 10 talik davay. Ultrani open case'da birinchi 10 talik X kostyum berdi. U menga sumka berdi mana. Sumka bu Fraun'da xotinining sumkasi, legendarning. Molta ham tushdi. Gap yo'q. Yaxshi, yomon emas boshlanishi. Ikkinchi 10 talik. Ana. Endi nimadir tushdi deyotgandim endi. Glider tushdi yana. Bu ham rang-barangniki. Fraun'da xotiriniki. Demak bor ekan bilsanglar, oldingi X kostyumlarda Cerebro'ga ochardik. Cerebro'ga shu dim granatasi tushib qolgan. Mana X kostyum. Mana buni omad desa bo'ladi. Hali hech qancha UC ishlatmadik. Menimcha 4-10 taligimizda tushdi. Orqasida mana granata ham tushdi. Hali 5700 UC'miz bor. Bo'lmasam ochishda davom etamiz. Muhimi X kostyum tushirib oldik. Endi Yumpiga harakat.
UMP'ni tushiramiz xudo xolasa. Nima berdi? Sumka tushdi mana azizlar. Juda ham yoqtirardim bu sumkani. Fraunning sumkasi ham tushdi mana. Open case bomba bo'lyapti. O'zi ruletkada X kostyumlar 2ta, 3tasi, 4tasi bo'lib kelsa zo'r beradi. Yangisini ochsanglar, mening maslahatim ochib ko'ringlar. 2100 ga, 3100 ga mana shunaqa qilib X kostyumni olishinglar mumkin. Omadinglar kelib bo'lsa. Hali bizda 4500 bor, ochishda davom etamiz. Fraun keyin UMP'ni tushirishimiz kerak. Fraunda xotini X kostyumi uncha qiziq emas, menga yoqmaydi. Fraun bilan UMP kerak. Shu ikkovi qoldi. Xudo xolasa tushiramiz uni ham. Hech narsa bermadi. X kostyumni o'zini kiyib ko'ramiz. Qurolni olib qo'yamiz. Pozasini ko'raylik lobida. Voy, buni qanday turishini. Dal shu ochamiz endi. 4100 bor. Xudo xolasa tushadi hammasi. Hech narsa bermadi. 10x temifический emotsiya tushdi. 10x bermayapti. Monetalar ko'payib qolardi 10x berganda. Berdi 23 mana plus UMP. Zo'r. Oldik mana UMP'ni ham. Yaxshi. UMP bilan pozasi vashshe zo'r turibdi. UMP tushirmasak bo'lmasdi. UMPni qo'yamiz. Voy dot. Ana. Onalib ketdi. O'g'il bola personajiga o'tkazib ko'ramiz. Bunda o'ta bo'lay turibdi. Menimcha qiz bola personajdan ko'ra o'g'il bola personajda chotki turibdi. Tashi ochib qo'yamiz. Mana pastdagi garantiy X kostyumni monetasini olishimiz kerak. 300 taga yetkazib plus tashi ochamiz. Fraun tushish kerak. Tushib qolar. Mifik emotsiya berdi. Bu menimcha bor edi. Tushgan edi. Davay PUBG berendi Fraunda. Bermadi ishlasa. Bermayapti. Chiqib ultimate ochib ko'ramiz 10 yoshga. PUBG'da aldab kelamiz. 10 yoshga glider tushirdim ultimate'ni ham. Uni Instagramda TikTok platformasida ham qo'yganman. Instagram'im, TikTok'im ham, YouTube kanalimda silkasi turibdi. O'tib obuna bo'lib qo'ysalar juda ham xursand bo'lardim. Tanchi bo'lmasam ochishda davom etamiz. Endi Fraun PUBG granata tushdi. Mana shu hech 10x bo'lmadi-da. 120 tugayapti. Yana bitta 10 talikka yetarli qoldi. Garantiyamiz to'landi degan. Garantiyamiz to'lsa bo'ldi biza. To'xtatamiz shekilli. Davay oxirgi 10 talik. Garantiyaga yetib boramizmi? Ramka bitta materiallar bo'ldi bu yoqda. Olib qo'yamiz ularni. Yo'q, menimcha yetib bormasa kerak 300 taga. Oxirgi 10 talik.
Hech narsa bermadi oxirgi o'rtalida ham. Yetib bormadi, 7 ochko qolib ketdik. Bizni esa yusigimiz tugadi. Bitta yusi sandig'im bor, shuni ochamiz. Qani qancha berar ekan. Davay. 2400 yaxshi. Ochib garantiyaga yetamiz bemalol. Aytgancha bu yoqda bonus yusimiz bor. Yusi solganimiz uchun bergan. Uni ham qo'shib olamiz. Hozir bo'lsa ham. Bu 3 ta qo'shimcha material berdi. Ochishda davom etamiz. Garantiyamiz 100% to'ladi. Endi может faraon tushib qolishi ham mumkin. Nimadir berdi. Faraonda parashyuti. Qo'shimcha bitta material qora tosh. Parashyut bir paytlar orzu edi, ishlansanglar. Bunaqa parashyutlarda tushish. Endi garantiyamiz to'ldi. Endi faraonni tushirishimiz kerak. Faraonni o'zini yashigidan ochib ko'ramiz endi. Mifiklar ko'p, mifik tushib qolishi ham mumkin. Faraonni o'zini ham mifik tushdi mana. Bosh kiyim. Kostyum ham tushdi. Zo'r. Ertaroq o'tish kerak edi desam, уже 300 taga to'ldirishimiz kerak edi bu yoqda. Yusimiz yetmasa kerak. Faraon tushganda ham zo'r bo'lardi. Davay PUBG ber. Hadi tushdi yana. Yana mifik bosh kiyim. Yaxshi. Quruq qo'ymayapti. Davay PUBG. Berdi. Voy, glider. Faraonmikin debman. Mayli. Yana bitta 10 talikka yetadimi yusimiz? Kolleksiya levelimiz ham 65 bo'lib ketdi. Yo'q, yana bitta 10 talik yetmaydi ekan. Davay bittalik qilib ochib beramiz. Bittalik propustit qilib. Mifik bosh kiyim. Boshqasini bermaysanmi? Hech 10x bo'lmadi, qaytib tushganlarim. Glider bu ham 40. 10x bo'lganda 400 ta moneta berardim. Davay, ber faraonni. Parashyut, mana parashyut 10x bo'ldi 140 ta. Ular ham biladi, ozgina monetalikni 10x qilishadi. Bermadi, vaqt yusi tugadi. Yusi tugadi bolalar. Hop, endi X kostyumni maksimal darajada ko'tarishga harakat qilamiz. Iloji bo'lsa kilchat qilamiz. Qora toshdan momo yo'q, to'plab qo'yganman. Sariq moneta yetmay qolishi mumkin. 2 qilamiz. Уже 2 bo'ldi. Jamoaga kirishi yondi. Davay 3 qilamiz. 3 ga yetmaydi ekan. Monetaga ayirib boshlaymiz. O'zi avtomatik chegirmali monetadan beradi. Sariq toshdan. 3 qildik. 4 ga yetadimi endi? 4 qilishimiz uchun qora toshimiz yetadi, sariq toshimiz esa yetmaydi ekan. Ruletkadan garantiya 1000 ta monetani ham olsam ham yetmaydi ekan. Baribir bu ruletga ketguncha faraonni ochaman. Faraonni tushiraman, xudo xolasa. Keyin shunda ham moneta to'planib qoladi. Keyin to'r qilib beraman. Kilchati zo'r. Kilchatgacha olib chiqaman. Qaranglar bu kilchatni. Faraonni kilchat qilmayman, menimcha keyinchalik ko'tarib qo'yishim mumkin. Bo'lmasam yumpida ko'taramiz. Materiallar ham yig'ilib qolgandir. Yumpimizni ko'ramiz. Keyin effektini qaranglar buni. Qandaydir
Tunnel ochilib, tunnel yopilib qolar ekan. Bombasini qaranglar. Bomba ekan, bomba effekti. Qanaqa ko'taramiz, 2 qilamiz. 3 ga materialimiz yo'q ekan. 3 ga 2 da yetmayapti. Xullas bolalar, u yoqdan bu yoqdan 2 ta material topib keldim. Shu bilan 3 qildim. Bu ham 3 bo'ldi. Keyinchalik kelchat qilaman, обязательно. Ko'rinishi chiroyli bo'lib qoldi. Video shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Asaka PUBG kanali bo'ldi. Kuzatishda davom etinglar. Video yoqqan bo'lsa like, komment qoldirishni unutmang. Birinchi katta videoyim qo'llab-quvvatlab borasizlar degan umiddaman. Qani Asakaliklar bo'lsa pastda kim qayerdanligini yozib ketsin kommentariyaga. Go!